Moda o'tadi, ammo Yves Saint Laurent smokingi abadiy qoladi. Bu erkaklar smokingi qanday qilib ayollar erkinligining ramziga aylangani haqidagi hikoya. Bolaligida Yves Saint Laurent onasi qanday did va ehtiyotkorlik bilan kiyim tanlashini hayrat bilan kuzatardi. O'sha paytda u muhim haqiqatni angladi. Kiyim bu shunchalik mato emas, u ayolning nozikligini yashirishi, kuchini esa namoyon qilishi mumkin. 1930-yilda Marokko filmida Marlene Dietrich erkaklar smokingida ekranga chiqib, butun jamiyatni hayratda qoldirgan edi. Bu jasur obraz Yves Saint Laurentda ham katta taassurot qoldirdi va 1966-yilda Saint Laurent aynan shu g'oyani hayotga tatbiq qildi. U erkaklar smokingini ayol tanasiga moslab qayta yaratdi. Biroq jamiyat bu g'oyani darhol qabul qilmadi. Hatto shim kiygan ayollarni ayrim nufuzli restoranlarga kiritishmasdi. Vaziyatni Catherine Deneuve o'zgartirdi. U smokingni qizil yo'laklarga olib chiqdi va uni Parij shikiga aylantirdi. Yves Saint Laurentning shimli kostyumi ayolga u doimo orzu qilgan erkinlikni berdi, dedi Catherine Deneuve. Bu tariqa bir vaqtlar bahsli hisoblangan smoking moda tarixidagi eng mashhur liboslardan biriga aylandi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ayolni kuchli ko'rsatilgan bu ustidagi libosimi yo o'ziga bo'lgan ishonchimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.